Bo'ydoqlik joniga tekkan ukajonlarim uchun mebellarda arzon, zo'r joyni topib qo'ydim. Juda ham sifatlisini. Ko'rib turgan yotoqxona mebellari. Mana bu yotoqxonasi, shkafi, mana bu trimosi juda ham chiroyli holatda, juda ham so'nggi fasollarda. Mana shu ko'rib turgan komplektlaring 6 million 200 ming so'mga vodiy bo'ylab xonadoningizga shunday borib, dastavka uстановка bo'ladi. Vodiy bo'ylab 6 million 200 mingga. Xohlagan rangingizni tanlab olaverasiz. Ko'ryapsiz, rasvetkalari har xil, rangi o'zgarsa pul qo'shilib qolmaydi. Bir xilda 6 million 200 mingga vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Bugun biz Namangan To'raqo'rg'onga kelganmiz. Mana buni qaranglar. Xohlasangiz mana bu yakkalik divorlarimizni ham olishlaring mumkin. Eng so'nggi fasollarda. Bu divorlarimizni mana bu yerda ko'rsataylik. Mana bunisi matrasli, panda fasonimizni. Matrasli varianti 1 million 200 ming so'm, donasi jupiga 2 million 400 ming. Agar shu jupiga olaman deganlarga vodiy bo'ylab dastavkasi ichida bo'ladi. Agar donaga olganga dastavkaga pul qo'shiladi. Endi mana shu panda fasonimizni, ya'ni machalkali varianti bir donasi 1 million 100 ming, jupiga 2 million 200 ming, 2 million 200 mingga vodiy bo'ylab dastavkasi ichida bo'ladi. Endi mana bunday hamyonboblarni qaranglar. Qishga, yozga hammasini tayyor narsasini qo'yib qo'ysangiz bo'laveradi. Operator bitta ko'rsataverasiz, juda ham sifatli, yaqinroq ko'rsataverasiz. Donasi 750 mingdan jupiga 1,5 million so'm. Endi mana bunday tufli qo'yadiganlarimiz ham bor. Xohlasangiz oladigan bo'lsangiz 350 ming so'mdan operator ko'rsatasiz. 350 ming. Bolajonlar uchun shkaflar yoki hojona hojat uchun shkaf olib beraman deganlarga 1,5 million so'mdan ko'rib turganlaring. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, pastda nomer qoldirganmiz. To'liq video tajribali ustoz YouTube kanalida aloqaga chiqaverasizlar.